Assalomu alaykum. Mening ismim Vatson. Siz ham Telegram bot yaratishni orzu qilasiz-u, lekin kod yozish, dasturlash, Python degan so'zlarni eshitib, bu ish men uchun emas, deb o'ylaysizmi? Yoki biznesingiz uchun botga buyurtma bergansiz-u, dasturchi sizga juda katta narx aytganmi? Agar javobingiz ha bo'lsa, sizni xursand qilaman, siz to'g'ri joydasiz. Bu kanalda men sizga birorta ham qator kod yozmasdan, xuddi Lego o'ynagandek, tayyor bloklardan professional Telegram botlarni yigishni noldan boshlab o'rgataman. Biz bu ishlarni Botplate nomli ajoyib platforma, konstruktor yordamida qilamiz. Nega aynan Botplate? 1. Chunki bu oson, kod bilish umuman shart emas. Hammasi oddiy va tushunarli. 2. Chunki bu tez, murakkab botni ham bir necha soatda tayyor qilib, ishga tushirsa bo'ladi. 3. Va chunki bu daromadli, siz nafaqat oz ishingiz uchun, balki boshqalarga ham buyurtmaga bot yasab berib, yaxshigina pul ishlashingiz mumkin. Qani ko'p gapirmasdan ishga o'tamiz. Birinchi botimizni platformaga ulash uchun bizga bor yo'g'i 5 daqiqa kifoya. Qadam 1. Telegramdan token olish. Har qanday botni yaratish uchun bizga Telegramning bosh botidan, ya'ni Botfatherdan ruxsat olishimiz kerak. 1. Qidiruv, poisk, joyga Botfather deb yozamiz. Mana bu kok tasdiq belgisi, galochka boriga kiramiz. 2. Start tugmasini bosamiz. 3. Endi menyudan Neobot degan buyruqni tanlaymiz yoki qolda yozib jo'natamiz. 4. Botfather bizdan botimizga nom o'ylashni so'raydi. Bu nom xohlaganingizdek bo'lishi mumkin. Keling, mening birinchi dars botim deb nomlaymiz. Jo'natamiz. 5. Yaxshi. Endi botimiz uchun username foydalanuvchi nomi o'ylashimiz kerak. Diqqat! Bu muhim joy. Bu nom noyob, unikal bo'lishi, lotin harflarida yozilishi va oxiri majburiy bot so'zi bilan tugashi kerak. Masalan, Vatson darsbot yoki mening birinchi darsim bot. Ajoyib! Agar bu nom band bo'lmasa, Botfather bizni tabriklaydi va mana bu uzun qizil matnni beradi. Bu API token deyiladi. Bu sizning botingizning kaliti. Buni hech kimga ko'rsatmang. Shu token ustiga bir marta bossak, o'zi nusxalab, topiy oladi. Qadam 2. Botplate saytidan ro'yxatdan o'tish. Endi brauzerga o'tamiz va Botplate saytiga kiramiz. Men ro'yxatdan o'tish uchun havola, silkani shu video ostida, opisaniyada qoldiraman. Agar aynan shu havola orqali ro'yxatdan o'tsangiz, meni va shu bepul darslarni tayyorlashimni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. 1. Mana registratsiya, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. 2. O'zimizning email pochtamizni va parol o'ylab yozamiz. 3. Zaregistrirovatsiya tugmasini bosamiz. Bo'ldi. Bir necha soniyada kabinetga kiradi. Qadam 3. Botimizni platformaga ulash. Mana biz shaxsiy kabinetdamiz. Sozdat chatboter tugmasini bosamiz. Nazvani boti degan joyga o'zingiz xohlagan bot nomini yozasiz. Bu nom boshqalarga ko'rinmaydi, bu faqat o'zingiz uchun, kelajakda botlaringiz juda ko'payib ketsa adashib ketmasingiz uchun. Yazik boti degan joyga o'zingizga qulay bo'lgan tilni tanlasangiz bo'ladi. Bu yerda men ruscha qoldiraman. Какой messenger podключить к chatbotu degan oyna chiqadi va bu yerdan siz shu jadvaldagi ijtimoiy tarmoqlarga botlar yasashingiz mumkin bo'ladi. Hozircha biz bu yerdan Telegramni tanlaymiz. Va platforma bizdan API tokenni so'raydi. Haligi Botfatherdan nusxalab olgan uzun kodimizni shu yerga vstavit joylaymiz va saqlanit tugmasini bosamiz. 1, 2, 3 va tayyor. Tabriklayman. Biz birinchi botimizni platformaga muvaffaqiyatli ulab oldik. Ko'rdingizmi? Hammasi qanchalik oson. 5 daqiqa vaqtimiz ketdi va bir qator ham kod yozmadik. Xulosa va keyingi dars anonsi. Mana bugun biz botimiz uchun poydevor yaratdik. Albatta, hozir bu botimizga yozsak, u javob bermaydi, chunki uning miyasi hali bombosh. Keyingi darsda biz bu botimizni jonlantiramiz. Unga start tugmasini bosganda chiroyli salomlashni, biz haqimizda yoki manzil kabi tugmalar, knopkalar qo'shishni o'rganamiz. Bu qiziqarli darslarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq shu kanalga obuna bo'ling, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yishni unutmang. Savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyalarda yozib qoldiring.
Hammasiga javob berishga harakat qilaman. Keyingi darsda ko'rishguncha